Ana polvonlar ikkinchi taym boshlandi. Qurbonbek polvon Namangan Milliy gvardiya chavandozlari maktabi tarbiyalanuvchisi, O'zbekiston terma jamoa komanda kapitani Qurbonbek polvonni taqimida taka. Qurbonbek Janishev shiddatli tortishuvlardan so'ng Otabek polvonga o'tdi taka. Samarqand Otabek polvon otni qaytaramiz, otni qaytaringlar, otdi. Bo'ldi, out. Maydon markazidan boshlaymiz. Tezlashtiramiz polvonlar, tezlashtiramiz. Tagan olib kelinglar. Samarqandli polvon Otabek polvondan taka tashqariga chiqib ketdi. Tezlashtiramiz. Hisob 2-0. O'zbekiston bir terma jamoasi oldinda bormoqda. Maydon markazidan 1-1. Qani polvonlar, qani harakat qilinglar. Fazliddin bilan Avazbek bilan Fazliddin polvon. Xalaqit bermaymiz polvonlarga. 1-1. Sirdaryo Beruniydi polvon Husan polvon. Samarqand Fazliddin Berginov. Qani polvonlar harakat qilamiz. Qani taka yerda. Shiddatli tortishuvlar bilan bugungi musobaqamiz ikkinchi taymi, ikkinchi daqiqasi o'tib bormoqda. O'zbekiston bir terma jamoasi umumiy hisobda 2-0 hisobida oldinda bormoqda. Qani taka ko'tarildi. Taka yerda. Qani polvonlar, qani harakat qiling. Bugungi musobaqamiz ikkinchi taym 3-daqiqasi davom etadi. Qani Husan polvon suvdagi quloq solamiz. Surxondaryo polvoni 2 daqiqa jarima oldi. Najmiddin polvon mehmon polvonlarimizdan 2 daqiqa sudyalarga qarab aytamiz, vaqtga qarab qo'ysin. Qani Qurbonbek Janishev, qani mahkam bo'lasan, qani Qurbonbek. Voy reklama, qo'lingdan seni. Gol. Hisob 2-1. O'zbekiston 2 terma jamoa a'zosi Namangan Qurbonbek hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldi. Qani tezlashtiramiz polvonlar. Qani 2-1 hisob o'zgardi. O'yinda intriga bor. Polvonlar harakat qilamiz. Qurbonbek Janishev o'z komandasiga kerakli gol urdi. Qani polvonlar harakat qilinglar. Maydon markazidan qani mahkam bo'lasizlar. Qani pahlavon Toshkent To'ytepa, qani Abduvohab Farg'ona Oqbilol. Qani harakat qilinglar polvonlar. Qashqadaryo Murodilla polvon, Argina Sham polvonning farzandi. Qani mahkam bo'lsa. Qani Murodilla polvon. Taga yerda. Yangidan harakat qilamiz polvonlar. Hisob 2-1. Bugungi o'yinimiz ikkinchi taym 5-daqiqasi davom etadi. Ruxsat bo'ldi. Qani Abdulazizxon, Andijon. Ot qaytaramiz, qaytaringlar otni. Ot o'yin chiqqani yo'q. Qani
Abdulazizxonning takımida taka Andijon Milliy gvardiya chavandozlar maktabi tarbiyalanuvchisi o'z jamoa a'zosi Shohjahon Hamroqulov Najmiddin polvonga o'tdagi Surxondaryo Najmiddin polvon qani Najmiddin gol hisob 2-2 ko'rinishga keldi. Ikkinchi golimiz muallifi Surxondaryolik polvoni Najmiddin polvon omon bo'lsin. Ko'zlaymasdan O'zbekistonimizni saralangan polvonlari nimalarga qodirligini barcha muxlislarimizga ko'rsatyapti. Ilohim yaqinda bo'lib o'tadigan musobaqada ko'chma Zakirdan polvon. Qani Fazliddin polvon, Fazliddin Berginovning takımida taka Samarqand Fazliddin qani mahkam bo'lasan taka tortishuvda qani polvonlarimiz qani Qurbonbekka o'tdi taka Qurbonbek Janishi qani Qurbonbek Janishi yakkala qani To'g'ridan Olovdin akamizni Sariq Chayon nomli otlari bilan Qurbonbek polvon dubl erishgan polvonimiz O'zbekiston terma jamoasi komanda kapitani nom bo'lsin. Vodiyimizning mashhur polvonlaridan Qurbonbek polvon, Qurbonbek Janishi Olovdin akamizni Sariq Chayon nomli otlari bilan o'zi bu otimizga raketa deb nom qo'ysa ham bo'lardi ekan. Tagan olib kelinglar takani, qani taka? Murodilla tagan olib kel polvon. O'zbekiston ikki terma jamoasi oldinga o'tib oldi. Polvonlar harakat qilinglar. O'yinda hozircha comeback 2-0 hisobida yutqazib borayotgan jamoamiz 3-2 hisobida oldinga o'tib oldi. Ana bu mahkam bo'lsa Farg'ona Oqbidor, Farg'ona Milliy gvardiya chavandozlar maktabi tarbiyalanuvchisi. Qani Abdulazizxon Andijon. Qani pahlavon, qani Abdulazizxon, qani Abdulaziz. Qani adashmaysan Abdulaziz. Qani mahkam bo'lasan. Qani yangidan harakat qilamiz polvonlar. Taka Abdulazizxondan tushdi. Qani Nursulton ko'taryapti. Samarqand Nursultondan Toshkent To'ytepa pahlavonga o'tdi taka Rustam Hojini jiyani. Qani pahlavon mahkam bo'lasan. Qani pahlavon yurtimizning mashhur polvonlaridan O'zbekiston terma jamoa a'zosi pahlavon polvon. Qani yaqinsan. Gol! O'yinda hisob o'zgardi. 4-2 hisobida. Qani polvonlar harakat qilamiz. Qani Jo'lbars polvon, qani Otabek, Samarqand Otabek. Qani
Qani Nodir polvon qanot yaxshi tilab himoyalanasan Nodirbek. Qani Otabekning taqimida taka Samarqand Otabek polvon ot qaytaryapti. Qani Otabek, qani holollaysan, qani Otabek, gol! To'g'ri uch. Samarqandning polvoni, Samarqand Milliy gvardiya chavandozlar maktabi tarbiyalanuvchisi, Samarqand Ishtixondi polvoni Otabek polvon yurtimizning mashhur polvonlaridan o'zi jamoasiga kerakli gol urdi. Omon bo'lsin. Hasanboy akamizni qora cho'rni akulasi bilan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o'yin tugadi. Aziz do'stlar, bugungi musobaqamizda O'zbekiston terma jamoa a'zolari o'zaro do'stona o'yin tashkillashtirishdi. Barcha qatnashgan polvonlar tribunaning oldiga kelinglar. Lekin olib kelinglar. Bugungi musobaqamizda qatnashgan barcha polvonlar tribunaning oldiga kelinglar. Otbozlarimiz barchalardan Alloh rozi bo'lsin, tanjoninglar sog' bo'lsin. Muxlislarga chiroyli o'yin ko'rsatgan polvonlarimizga ham Alloh bilagiga kuch-quvvat bersin ilohim. Yaqinda bo'lib o'tadigan musobaqada Qirg'iziston Respublikasida bo'lib o'tadigan musobaqada terma jamoamiz a'zolariga faqat omad tilab qolamiz. Yuzinglar yorug' bo'lib, faxrli o'rinlarni olib kelishinglarni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Qudrat aka, bu yo'lda sizga omad aka, glavniy trener o'zingizsiz bilganinglarni barcha shogirdlaringiz bilan baham ko'rasiz. Biz faqat xalqimiz bilan sizlarning haqqingizga duo qilamiz. Haqqingizga duoda bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi musobaqamizni tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan Yangi zamon jamoa a'zolariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.